Og'anagan holatdagi Tracker sotib oldik. Ko'rishinglar mumkin. Mashinani umuman sog' joyi yo'q. Hamma joylari pachoq bo'lib yotibdi. Orqa laboylar singan, stop bamperlar singan. Bu yonlarida ham pachoq joylari bor. Oldi hadovoy akalar yulinib ketgan. Balondan ilinib mashina og'anagan desak ham bo'ladi. Laboylar sinib yotibdi akalar. Panoramasi but-butun qolgan, tomlari pachoq. Oldi murdalarni qaranglar, yerda turibdi akalar. Kapotlari g'ijim bo'lib ketgan. Bu mashinamiz dumalab ketgan, tog'dan dumalagan. Akalar ko'rsanglar bo'ladi. Bu yonlarida ham pachoq joylari bor akalar. Salon holatini ko'ramiz. Tak, patologda airbag o'tgan, salonda rul tarpetkani airbag o'tmagan, salonlari tiniq turibdi. Bu yonlarida ham ishlari bor. Akalar mashina juda ham chiroyli mashina bo'lgan. Qiz bolani mashinasi akalar. Egalari Instagramdan murojaat qilib bizga sotdilar. Bu mashinamiz yili 2023-yil 50-60 ming yurgan Trackerda mana shu holatda Chorvoqdan sotib oldik. Akalar bu mashinani olgan narximiz $5500. Xullas akalar butun O'zbekiston bo'ylab shunaqa avariyli mashinalarni zo'r narxlarda olamiz. Mashina o'ta tugagan holatda, lekin $5500 ga oldik. Bemalol murojaat qilasizlar, pastda telefon nomer qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.